Uchqunaga Yunusobod Qizil dehqonmi, Bobo dehqonmi nima deysizlar? Shu yerda 1.8 5 ta yevro mana bunaqa tupik ko'chaga tushgan zo'r uchastka chiqqan hozirchilarni ko'rsataman sizlarga. Bismillah, mana hovlini qaranglar, mana bu kiraverish mashinani qo'yasizlar. Mana chiroyli gullarni ekib qo'yishibdi. Mana to'rida o'zi letniy kuxnya deb bitta yopib borishibdi mana. Ikkitalab kuxnya, mana tepalarida ham joylari bor, balkonlari. Xullas, hovlisi zo'r, o'ziga tortyapti, endi ichlarini ko'ramiz. Mana uchastka zo'r. Xullas, bu yerga kiraverish, xo'p. Mana bu yoqda mana bir chekkada oshxonadan boshlaylik, mana stroyniy mebellar qo'yapti mana. Mebellar ham chiroyli qilingan. Naryoqda aytganimdek letniy kuxnya o'tni yopib endi ishlataverasizlar. Xo'p, mana bu yoq mana pastdagi spalniy kirib ko'rsataman. Spalniylar ham katta keng, o'zining oyna romlari, havo aylanadigan joylari bor. Xo'sh, mana bu yog'imiz mana sanuzil, birinchi qavat sanuzili bet. Endi mana bu yoq mehmonxona. Mana zal ham katta zal, bir 5 ga 6 zal, nima balo. Ko'ryapsizlarmi? Juda chiroyli, devorlar atachenta qilingan. Xo'sh, mana zinalarni qaranglar mana. Chiroyli zina, hozir endi ikkinchi qavatni ko'ramiz. Ikkinchi qavat mana lyustralar ham juda chiroyli. Xullas, ikkinchi qavatga chiqaman, sraz mana xonani ko'rsataylik. Mana chap qo'linglarda katta spalniy, o'zining ichida garderobi bor. Mana kirib ko'rsatyolarni. Garderobi bor, ichida sanuzili bor. Mana hozir bu bilan ko'rsatib beraman. Mana. Bu qavatda общий ikkita sanuzil, bittasi ichida, bitta общий. Xo'sh, mana bu yerda mana bu balkonlari ham bor. Balkonlarni ham mana bitta chiqib ko'rsatadi. Oynani ochsanglar, hovli g'ir-g'ir aylanadi. Xullas, mana bu yog'imiz mana ikkinchi qavat sanuzili. Mana bu yog'imiz mana bitta spalniy xona, o'zining ichida garderoblarigacha bor. Oyna romlari ham bor, havo aylanadigan. Bu yog'imiz yana bitta detskiy spalniy, ichida o'zining sanuzli, bu yoqda ham garderoblari bor. Xullas 1.8 sotu, 5 ta xona. Xo'p, tepli pol ham batareyalar bor, 3 ta sanuzil. Xo'p, narxini 225 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtirib berishadi. Jak ko'p bunaqa o'tishmas ekan. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.